Assalamualaikum, güzeller de bağlı şimdi hanımlar, hammaların her şey xuşaq olsun. Bu haftalık ötülüğün dersimiz sebze koymak, nayt yeyişlik bolğan, hemşinlik kuvvetlik, balalarning, çoğlarning har qanday bir adamning yeyişik maskildigan, kuvvetlik bolğan sebze koymak hanımlar. Ketadigan materiallarimiz, bir baş sebzini men qirg'ochni qirdim. Qirg'ochning eng inchik zil yerda. Andan 500 gram un, bir qo'shiq xamiturush, 50 gram quyruq may, 3 tal tuxum, amma barliq ketadigan materiallarimiz shu. Andan materiallarni bir piyola qiziq bo'lgan suvda xamir yug'urib, xamirni 5-2 soat atrofida bo'g'izmiz xonimlar. Xonimlar, mana xamirni yug'urib tayyor qildim. Bu xamirni endi 1,5 soatdan 2 soat atrofida bo'ldiramiz. Ma sabzi sovuq bo'lganligi uchun sal tezroq bo'ldi ekan. Mana shu ustini yaxshi narsalar cho'mkab, ana tepsiga mana qalinroq dasturxon bo'lamdi. Birandan yeb qo'ysak, 1,5 soat 2 soat atrofida nayt o'rlab chiqadi. Endi qo'ymoq silishni boshlaymiz xonimlar. Xonimlar, mana bu xamirimiz bu shunchalik yaxshi ko'payibdi. Endi bu xamirimizni zo'l o'zimiz har bir tal zo'lning cho'nkichligini tuxum cho'nligida uzib, qo'limiz bilan yoplaq holatda to'rt atrofiga tatib degandek bak nepis qilib etmaymiz xonimlar. Mush holatda qozonga solsak bo'ldi. Xonimlar, mana xamirimiz shunday yaxshi ko'payibdi. Buni endi shu tuxum cho'nligida uzib, shunday holatda to'rt atrofiga tatib normal holatda endi mayga solamiz poshkolni. Xonimlar, mana shu normal mayda, mayninki temperaturasi pek yuqorib qizirib ketadi. Normal mayda, mayni bir qizdirib, sal o'tni o'chirib etib, normal mayda aldıkeyin örüp, müşa halatı sağatı pişirip ilvasanlar buldu xanımlar. Xanımlar, mana rengi muş halatda ilvasanlar buldu. Naydi yumuşaq, hem şunchalik yeyishlik bo'lgan sabzi quymoqlarimiz pishib tayyor bo'lishib turibdi.